Dadasi, mashina olib berasizmi? Olib berardim-u, onang qarshida. Ha, so'rash olmasang. Aytuvdim, juda qarshi bo'ldi onang. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Ha. Lekin qizingiz o'zgarib qo'ygan. Ha, nima bo'ldi? Ikkinchi xotin oling deb qo'ymayapti, bilmayman. Erinyapti ish qilishga. Rostdanmi? Bu jinni bo'lib qopti-ku. O'zim ham hayronman. Bir og'iz gaplashib qo'ying. Gaplashaman? O, kakrat. Ana, o'yingdan so'ra qani, uyda bitta narsani ikkita qilishga qanday qaraydilar? Qarshiman, конечно. Onajon, nimaga? Ay, hozir sharoitlari bor, pullari bor, olib o'rish kerak. To'g'risi ham-da mana bittasi band bo'lib qolsa, ikkinchisi bo'sh bo'ladi. Bittasi uy ishlariga kerak bo'lsa, bittasi ko'cha-ko'chaga aylangani kerak bo'ladi. Jinni bo'lsan sen. Qarindosh urug'imizda bo'lmagan bunaqa, hammaga bittadan bo'lgan. Qarindosh urug'lar o'tgan zamonda edi, bu hozirgi zamonda mana dugonalarimda oilasida har birida ikkitadan, uchtadan, bittasida 4 ta ham bor, onajon. Astag'firulloh. Ana shunaqa bo'lib qolgan qizingiz. Bekor aytibsan. Men qarshiman, tamom. Ana, ko'rdingmi? Men olib beraverardim. Onang qarshi. Onang qarshi.